Ha, hozir. Qizim ikkinchi sinf nimagadir harflarni bilsa ham qo'shib o'qishga o'rganmayapti. Nima maslahat berasiz? Bu disleksiya deyiladi. Shunaqa bir kasallikni yengil turi hisoblanadi deylik. Disleksiya to'rtta turga bo'linadi. Fonematический disleksiya bor. Misol uchun bola so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilishi. Misol uchun faqat deyish o'rniga qafat deydi, misol uchun. Shunga o'xshagan narsalar bunda. Keyin optik disleksiya bor. Optik disleksiyada xabat deydi. ha, xabat deyilgan ana. Optik disleksiyada ko'pincha holatda bir xil harflarni, o'sha so'zlarni adashtirish holatlari ro'y beradi. Misol uchun B ni D ga mana kirilchada misol uchun bir-biriga o'xshash harflarni joylashuvini almashtirish kuzatilishi mumkin. Yoki hop, мнестический disleksiya bor. Мнестический disleksiya